Hammaga salom. Men otim Kompot, men otam qishloqqa. Bugun biz sizlarga qamoqxonalarimizni ko'rsatamiz. Yo do'stlar, biz qamoqqa tushganimiz yo, biz qishloq bilan musobaqa o'ynamoqchimiz. Bu hozir qishloqni qamoqxonasi, bu meni qamoqxonam. Bular musobaqa o'ynaymiz. Xullas qishloqqa o'zining qamoqxonasini quradi, xonasini, ama o'zimni xonam quraman. Bir-birimizdan chiqib ketishimizga harakat qilamiz. Men seni qamoqxonadan chiqib ketaman, men senikidan chiqib ketaman. Xullas shunaqa musobaqa bo'ladi. Qani ketamiz qishloqqa, o'zimizning qamoqxonamizga. Davay Kompot, men ketdim. Ana bo'ldi. Men o'zim qamoqxonamga yetib ketdim. Rahmat politsiyaga menga berganligi uchun. Bo'ldi, o'yinchilik biz har doim yordam beramiz. 20-xonada qursangiz bo'ladi. 20-xona deysizmi? Eng oxirgi qavatda. Bo'ldi, bo'lmasa ana o'sha yerda quraman do'stlar. 20-xonada qurishib olishingizga rahmat, lekin politsiyachi sizlarga shu qamoqxona berdinglar. Bo'ldi, bemalol quraversangiz bo'ladi. Ketdim men bo'lmasam. Davay. O'zimni 20-xonamga qayerda ekan oxirgi qavatda dedim. Oxirgi qavatga boramiz. Do'stlar, biz o'zimizning qamoqxonamizni quramiz, katta qilib bitta xona quramiz. Biz o'sha yerdan qochishga to'g'ri keladi. Ana bo'ldi. Qishloq politsiyasiga men yetib keldim. Yetib keldingizmi? Bo'lmasa 17-xonaga o'tsangiz bo'ladi. Rahmat, lekin sizga qishloq politsiyasiga men juda ham katta yordam beryapsiz. O'zimni xonamni quraman, qamoqxonamni. Bo'ldi. Bemalol biz qishloqlarga har doim yordamga tayyormiz. Davay, siz yuting, omad tilayman. Ura, rahmat bo'lmasa sizga qishloq politsiyasiga men ketdim. 17-xonada 2-qavatda. Bo'ldi, men ketdim. Qayerga endi 2-qavatda nima menga? Endi men o'zimni qamoqxonamni quraman. Meniki eng zo'r bo'ladi. Ishoninglar, men Kompot albatta yutaman. Axir qishloq politsiyasiga eng zo'rlari. Bizda umuman chiqib keta olmaydi. Xo'p, 2-qavatda 17-xonaga bu taraf emas ekan, bu tarafda ekan demak. Mana 17-xona. Davay kiramiz, o'zimizda bor ekan bo'ldi. Xo'p, ko'ringlarchi, o'zi doskalar, toshlar, politsiyskilar. Men bitta nima ekan o'zi, bu ham xonami? Yo'q, bu tasdiqladi. Bo'tga kirmay qoling, bu xona emas. Bo'ldi, tushunarli. Shuning bu yoqqa sandiqlar qo'yib tashlaymiz. Hoppa, mana 20-xonaga ham yetib keldim. Bo'tdi nima ekan 20-xonada? Uncha zo'r joy emas ekan, men bitta qon bo'lib yotibdimi? Nimalar bo'lib yotibdi? Sandiqlar suvga to'lib yotibdi. Mayli do'stlar, bularimizni hammasini albatta o'zgartiramiz. Davay sandiqlar qo'yib chiqamiz. Hamma narsalar mana tayyor. Albatta men yutaman bu musobaqada do'stlar. Albatta men bilaman-ku hamma narsani qurishga. Biz bugun bilmagan bo'lsanglar, qishloq bilan qamoqxona musobaqa qilmoqchiman. Men uni qamoqxonasiga boraman qurganga, u meniki keladi. Kim qochishi o'ynaymiz ekan. Kim qochish biladi? Nima bo'lyapti? Nimaga bo'ti do'stga turibdi? Men tushunmadim do'stlar. O'z bu qamoqxonam bo'tdan bemalol qochsa bo'ladi-ku, axir ventilyatsiya bu qat bo'yi o'zi. Obbo do'stlar, shunaqa ham bo'ladimi? Bemalol bo'tdan qochib ketsa bo'ladi-ku, shunaqa ham inson qo'yishadimi? Kim o'zi bu qamoqxonaga o'tiradi? Mayli do'stlar, endi biz xavfsizroq qo'yamiz. Ana tepaga chiqasizlar, qochasizlar. Bo'ldi, qiyin joy yo'q-ku, axir, to'g'rimi? Shuning uchun biz albatta kuchliroq qo'yishimiz kerak. Xavfsizlik tizimini yaxshi ham bedrock bor ekan, lekin hamma yoqda emas ekan bedrock. Shuning uchun chiqib olamiz. Bu yoqqa davay o'zimizni qurishimiz, boshlaymiz. Hali men reshotkalar o'zgartiraman, hamma narsani o'zgartirib chiqaman. Hamma narsa emas, o'zimga kerakli narsalarni o'zgartirib chiqaman. Do'stlar, to'xtanglar. Bitta zo'r narsa o'ylab topdim, lekin rostdan bitta zo'r narsa o'ylab topdim. Menchi bu qamoqxonani oddiyroq qo'yaman. Mana Mametga, to'g'ri, Mametga temirli blok qo'yaman, lekin teshik qo'yib qo'yaman. Bu yerda qishloqqa bemalol qocha olinglar. To'xtanglar. Kompot yutqizsan-ku qochib ketsa desanglar, lekin ko'chaga chiqa olmaydi. Bo'ldi do'stlar, Mametga men teshik qo'yaman-da. O'ylaydi, bo'ymaroq o'tashib bo'ladi-ku, Kompot jinroqmi deb o'ylaydi, lekin men aqlli bo'laman. O'sha yerda tutib olaman. Xullas, hozir aytgim kelyapti nima bo'lishini. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, o'shanda bilib olasizlar nima bo'lishini. Qishloq mashinga bilsinlar, men teshik borligini, keyin mana mashinadan chiqsam, davay bo'lmasa reshotkalarni alishtirishni boshlaymiz. Albatta ki miskin rangi mana ko'k bilan qizil. Bu yoqqa ko'k qo'yamiz, bu yoqqa qizil qo'yamiz. Davay.
davay chiroyligina chiqish kerak. Mana qamoqxona xavfsiz, himoyalangan va chiroyli. To'g'rini teshik himoyalangan bu video. Lekin do'stlar, o'zingiz ko'rasizlar, men rashotga aytayman. Men teshikni sal kattaroq qilishim kerak. Sal emas, ancha qishloq ko'rish kerak. Ko'rmasa, mana rejam barbod bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, ko'rib qolish kerak qishloqni. Onsoq qo'yaman. Bemalol chiqib ketadi bo'tda. Lekin o'tdan chiqib keta olmaydi. Davay bo'lmasa boshlaymiz. Yana unga verstakli qo'ymoqchiman. Nima qo'ysam kerak? O'sha mana rashotkalarni qattiq mana qo'yib qo'ydi. Juda ham qattiq rashotkalarni umuman bo'ta chiqib qolmaydi. Xo'p, bo'ta doskani qo'yib chiqdim, bo'ta toshni qo'yib chiqdim. Endi bu yoqqa kitobni qo'yib chiqmoqchiman yana. Yana nima qo'ysam ekan, bu yoqqa pechka qo'yaman. To'xtanglar, men virusdan qo'ymoqchi emasman lekin kompotga virusdan nimalar qilasiz qilib chiqib ketsanchi. Yo'q, bu menga kerak emas. Shuning bu yoqqa televizor qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi, deyarli tayyor bo'ldi. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xo'p, bu yoqqa televizor qo'ydim, kompot zirkmasligicha o'yin kitoblar olib qo'ydim. Kompot balki menda qochish ham o'ynamasa kerak bunaqa narsalar bilan. Bu yoqqa stol qo'yamiz, stol qo'yamiz. Stol va doskalardan qo'ymoqchi emasman. Doskalarni yana qo'lim bilan sindirib, doskalardan qochib ketsa nima qilaman? Shuning uchun bunaqa qo'yib qo'yamiz. Instagramga ham qo'yamiz. Bu yoqqa albatta kamera qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu yoqqa albatta simlar agar tez qochgisi kelayotgan bo'lsa, u qocha olmaydi. Politsiyskiga aytib qo'yaman, qishloqlarga kompot qarang. Yurishadi yana. Agar nimadir olib qolsa, menga aytishadi. Kompot yana yag'ir qilaveramiz. Bo'ldi, mana qamoqxona tayyor bo'ldi. Xo'p, ana bo'ldi. Endi nimasi aniqlab virsaklar qo'ymoqchiman bu yoqqa. Ana bo'ldi, to'xtanglar, ko'rinmayapti. Sal kattaroq qo'yishim kerak ekanini yana teshikda aytdim-ku, agar bu teshikni qishloq ko'rmay qolsa-chi, o'shanda yomon bo'ladi. Shuning uchun sal kattaroq qilishim kerak. Mana bo'ldi, endi sal kichikroq ko'rinadi orqasidan. Bo'ldi, hammasi tayyor bo'ldi do'stlar. Bu yoqqa pardoz qo'ymoqchiman. Rishotga sal chiroyliroq bo'lishi o'yanda. Bu yoqqa oyna qo'yib qo'ymoqchiman. Albatta menda hali gilamlar bor. Gilamlarni ham qo'yib chiqmoqchiman. Bu yoqqa kitoblar zerikib qolmasligi uchun mana gilamlar mani nima rangida, albatta ko'k va qizil. Bu yoqqa ko'k, bu yoqqa qizil qo'yamiz. Bo'ldi, hammasi tayyor bo'ldi do'stlar, hammasi chiroyli chiqyapti. Bo'lmasa bo'ldi, endi men ana tarafini qo'yishim kerak. U tarafini hozir sizlarga ko'rsata olmayman, lekin videoning oxirida o'zingiz ko'rasizlar. Qishloqqa bo'tdan chiqayotganida. Hozir ko'rsatsam hamma bilib qolasizlar. Men teshikning orqasidan nima qo'rqchiligimni, rishotlarni ham qattiqlashtirib qo'ydim, sandiqlar ham bor, virstaklar ham, kalavat, gilam, pechka, hamma narsa pechka nima qiladi? Bu rakvina bor, даже hamma narsalar bor qishloqda. Hamma sandiqli narsalar qo'yib bordim. Adashmasam, endi boshlasa bo'ladi. Birinchi bo'lib men qishloqni qamoqxonasidan qochaman. Keyin u menikidan qochadi. Qani ketdi bo'lmasam qishloqni qamoqxonasiga. O'y, salom qishloqi. Nima bu qamoqxona? Kapot. Bu qamoqxona o'sha eskirganda bemalol bo'tdan chiqib ketaman-ku axir. Yo'q, kapot bemalol chiqib ketaolmaysan. Bu eskirgan bo'lganima, meni xonam juda ham zo'r kapot. Ko'ramiz hozir zo'rligini qattiq endi ikkinchi qavatda 17-chi xona kapot. Tushunarli. Bo'ldi, mana mashinadan qochib ketishim kerakmi? Bak, albatta kapot mashinadan qochib ketdi. Davay qochib ketsa yetasan endi. Nima qilsam ekan? Bo'ldi, qishloqqa sen borib o'rgan. Kapot. Davay bo'ldi. Omad tilayman senga. Bo'ldi, borib o'r qishloqqa. Oson qochib ketaman. Ishongin menga, qochib ketish juda ham oson ekan, lekin bo'tda. Menda doskalar bo'tgan o'zi chaqirib. Lekin meni kirka yo'q. Bo'tda tosh, bo'tda kitoblar turibdi. Menda dastiga qo'lim yetarmikan? Yo'q, dastiga qo'lim yetmayapti. Kameralar bor ekan, даже televizor qo'yib qo'yibdi menga даже. Hammaylar pechka, televizor, imametta kitoblar qo'yib qo'yibdi o'qishimga, lekin vaqtim yo'q bunga. Menda doskalar ekan, lekin meni kirka yo'q do'stlar. Tepada toshiga menda ventilyatsiya bor ekan. Kapot chiq. Nima bo'ldi? Taslim bo'lding? Men yutdimmi? Yo'q, kapot janob, o'shanga qor yog'ishgandir. Mayli, yaxshi bo'lardi qishloqqa. Nima bo'lmasa, bor o'shandaga chap tarafga yurasan. O'sha yerda oshxona turadi. Bo'ldi qishloqqa men ketdim. Bo'lmasa, o'zim ham bor ekan Nezarlan qamoqxonada. Juda
judayam zo'r. Qani qayerqa yurishim kerak? Bu yoqqami? Qayerqadir chap ketida. Ha, mana ekan oshxona. Qatdan o'tib o'tishim kerak qishloqqa. Ishim tushunmayman ekan. Ha, mana полицейский salom. Salom, nima yemoqchisiz? Ha, mana nima yesam bo'larkan? Nima bor ekan o'zi? Pichini berib qoling menga. Bola pichini hozir beraman. Afani. Do'stlar, nodir bormikan? Pechki qo'l metarmikan? Pechki qo'l metarkan даже to'rt voy to'rtchiligini kim tortib qo'yadi chopani. Sandiqli nima bor ekan? O sandiqda pichini bor ekan, nollar bor ekan, to'rtlar. Вот интересно, ostini mang do'stlar, zажигалка. Ana bo'ldi, men pichini topdim. Bo'ldi, rahmat, suv oldim, ikkita zажигалка oldim do'stlar, shular yetdi faqat. Kapot, qayerga do'stlar? Bor kamerangga. Yo'sam bo'ladimi? Yo'q, bu meni kamera deysan, xonet deysan, kapot nimaga bu deyish kerak ekan? Bo'ldi, kamera deyveraman, zato kerakli narsalar oldim do'stlar. Nima do'stlar, kapot? Yo'q, men hech nima deganim yo'q, axir. O'zimni kamerangga o'tib pichini yeyman, man qo'lim ochib ketdi. Bo'ldi, bo'lmasa gap qo'y, meni ketdim. Davay kapot, san ketidan qarab turaman. Hamma qishloqliga politsiyskilar aytib qo'ygan, san ketidan qarashadi. Do'stlar, bo'ldi. Men bitta zажигалка oldim, ikkita bitta suv chelak oldim. Shunga ulgurdim hozirchalik. Men bitta doska-ku to'xtaylar. Men reshotkani yo'q qo'rsammikin? Yo'q, reshotkani yo'q qo'rsam, men qishloqlarga menga qarab turibdi. Yoki men do'stlarni yo'q ko'rsam nima bo'lar ekan? O'zi kitobning polkalarning orqasida bor ekan, tosh bor ekan. No do'stlar, nima qilsam ekan, o'ylab topaylik. Doskalar nimaga o'ylamadim? Buni rostdan ham dosklarni hozir yondirsam haqqa chiqib qolaman keyin. Davay yoqishni boshlaymiz, hech kim ko'rmayapti. Meni ishimni yo'qmi? Obbo, bu ventilyatsiya bor ekan, pojarniy. Obbo do'stlar, agar hozir men olov yoqsam, bu signal beradi-ku, bilasizlar, suv toshib ketadi keyin. Qanaqa o'chirsammikin? Buni qanaqa o'chirsammikin? O'chirsa bo'lmaydi bu. To'xtalar. Oppa, davay och. Ana bo'ldi, o'chdi do'stlar. O'chdimi? Qarab tur, ovoz eshitdilar. Ha, o'chdi. Endi yo'qsa bo'ladi, hech kim ko'ra. Yo'q, o'chishni bo'lmayapti, suv toshmayapti, signal bermayapti. Bo'tan tez qochishimiz kerak endi. Yaxshi. Hech kim ko'rmayaptimi? Yo'q, hech kim ko'rmayapti ekan. O'shaning uchun tezroq bo'lish kerak bo'ldi. Juda ham yaxshi. Qishloqlar hozircha menga qaramayapti. Davay chiqib olamiz. Bu yoqqa qayerqa chiqdim men tushunmadim. Lekin men qayerqadir chiqib oldim men. Nima bu endi? Qanaqa bu joy? Qanaqa endi bo'tan chiqmadim? Nima bu skladmi deyman-da, sandiqlarda kirka lekin daraxtli ekan, ne kirka. Mayli, daraxtli bo'lsa ham qanadir qilib chiqib olsam bo'ladi deb o'tdim. Mana trubadan chiqib olsammikin? Davay mana sindiramiz, mana trubadan chiqib olamiz. Meta darsh playda ekan, bo'ldi do'stlar. Men bitta qadamdan chiqishga, davay chiqamiz, tezroq. Tushunmadim, kapot ishlaydi. Yo'q, men ishlaymiz, qishloqda meni ko'rib qoldinglar, o'zi bo'ldi, surish kerak bo'ldan. Kapot ishlaydi. Tezroq signalizatsiya olib ketdi, hamma yossakri. Ana bo'ldi, suvda timing ushladim, bo'ldi. Endi men surishim kerak bo'ldi. Urra do'stlar, tabriklaylar. Men qamoqxonadan qochib ketdim. Namancha oson bo'ldi. Vashi oson bo'ldi. Qiyinroq bo'ladimi demanda. Zato qishloqning qamoqxonasidan qochib ketdim. Juda ham xursandman do'stlar. Juda ham oson bo'ldi. Men qamoqxonamdan endi qochib keta olmaydi. Kapot, qochib ketdim men qamoqxonamdan, lekin sanikidan ham qochib ketaman. O'shanda teng bo'ladi, barobar bo'ladi. Qishloq, manikidan sen qochib keta olmaysan. Ana bo'ldi qishloqqa, davay. Ana bo'ldi, qochib ketaman men. Kapot, meni so'zlarimni eslab qo'ying, tushunsanmi? Eslab qoldim. Davay, umuman qochib keta olmaysan bo'tdan. Даже men versakiyon. Sizlarda ujin, mening qornim ochib qoldi. Yo'q, nimaga ujin bo'lish kerak ekan? Ujin yo'q, meni qamoqxonamda o'tirasan shu yerda endi. Nimaga ujin? Mening qornim ochib qolmadi. Qanaqa qochib ketaman bo'lmasa o'tir ostidan. Dastiga qo'yib yetarmikan? Yo'q, dastiga qo'yib yetmayapti. Men bitta kitoblardan qochib ketaman. Balki o'yindan sindirsammikin? Yo'q, o'yindan sindirsam balki reshotkalarnikiga. Yo'q, bo'lmaydi. Boshqa narsa o'ylab topishim kerak. Nima o'ylab topsammikin? Sandiqda nimadir bor. Sandiqda ham
nima menda teshim bor ekan, voy kapot. Teshini ko'rmabdi-yu, qarab qo'ymabdi. Kapot shunchalik ham shunaqa bo'lasanmi, kapot? Hozir bemalol chiqamiz deb o'tdan davay sindiramiz bo'lmoqqa. Namuncha oson ekan bot qamoqxonasidan qochish. Manikidan qochdi nima deb o'tdi, bedrock bor ekan. Bedrockdan qanaqa qilib o'taman? Nima dronni topamiz ham ersak, sen qochtirga xalaq beryapsan. Davay qochaversak bo'ldi. Endi mabotdan qochsam ham bo'ladi do'stlar. Qayni bo'lsam ketdi bo'tdi. Nima bu endi ventilyatsiyami deyman-da? Mayli pastga sakraymiz. Mana hoppa o'tib olamiz. Ketdi. Metrosh o'tkir bor ekan, o'ta qochaman. O'rgimchakda uryapti hamma yozini. O'shasida ba'zida skrapsit qilishim kerak deyman. Mana doskani bor ekan, doskadan ba'zida skrapsit qilaman, izdidan tepaga chiqib olaman. Ana bo'ldi, men juda ham zo'r o'ylab topdim lekin. Davay, va blokdan olamiz doskalarni. Men o'zimga skrapsit qilishim kerak. Qani qolib adashib qoldim men. Davay bu doskalarni olamiz. Bo'ldi, yetadigan umidda endi 8 doska. Mayli qanchasidan chiqsa, birinchi bo'lib chop skrapsit qilamiz, keyingisini qilamiz. Davay. Ana bo'ldi, 3 tasida bo'ldi. Hozir endi yana 3 ta bo'ladi. 6 tasida bo'ldi. 6 tasida yetsa kerak degan umiddaman. Endi to'g'rimi? Charchoq ketdi tezroq bo'ldi. Moppa ketdi tezroq. Hozir men chiqib ketaman-da. O'rgimchak dori bo'yotibdi. Hammaga qarab yursam edi. Qani robotni ventilyatsiya qo'yar pastda. Nima betdan chiqib olamiz-da. Mana bo'ldi kapot ishi. Mabodan qochaman kapot. Kapot. Mana endi sakra olamiz. Sekin sakra oldik. Boshqa yo'l yo'q ekan. Shuning faqat mana shunday boramiz. Mana endi chiqish bor ekan, qanaqadir nima bor? Eshik ochish olmas ekanman. Motor ekan, chumadim shaxta. Hamma shaxta. Faqat ishchilar uchun shaxta deb yozib qo'yibdi. Faqat ishchilar uchun, men uchun hamda qochishim uchun. O'shaning uchun botdan men qochaman endi bu shaxtadan. Davay chiqamiz. Nima? Qishloqqa san oldik-ku. Qishloqqa bo'ldi, san yutqizding. Nima men tushunmadim. Nimaga bo'ldi politsiyasiga qo'yyapti? Kapot men tushunmadim. Nima qilsan deyapti? Bo'ldi. Faqat ishchilar uchun shaxta deb yozib qo'ydim. Albatta endi qishloqqa bu yoqqa keladi. Botlarimizni yopib qo'yishimiz kerak. Chunki botdan chiqish yo'q bo'ladi. Faqat bu yoqqa chiqish bo'ladi. Botda biz kutib turamiz, politsiyasi keladi. Kompot o'ylayapsanmi? Shunaqa o'xshaydimi deb o'ylayapsan o'zi? Voy, albatta o'xshaydi. Qishloqqa o'yindan bu yoqqa sakraydi, pastga tushib oladi. Shaxta topadi, botdan chiqib oladi bo'ldi. Lekin o'xshaysa san geniy bo'lasan. Kompot juda ham zo'r o'ylabsan-da. Albatta zo'r o'ylayman. Davay kutamiz ham. Kompot, nima qilaysan? Qishloqqa men yutdim-da, men qilayman qishloqqa. Kapot rostdan ham zo'r o'ylabsan. Men qamoqxonam zo'r edi olgan. Mayli da, sani qamoqxonang zo'r edi, qishloqqa yaxshi edi. Politsiyasi keladi, tabriklaylar, biz yutdik. Mayli. Obbo, yutqizaman. Keyingi safar men yutaman albatta. Mayli qishloqqa, keyingi safar o'shani gaplashamiz. Agar obunachilarim izohda yozib qo'ysa, yana xohli olsam yoki yo'qmi? Bo'pti do'stlar, men qishloqqa bugun yutqizdi. Like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Keyingi jonda kuzatishga davom etinglar.